Assalomu alaykum, ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar va radio oldidagi aziz anglovchi do'stlar. Anglayotganinglar va ko'rayotganinglar Markaziy xalq radio stansiyasi bilan Xinjiang Melodiya madaniyat tarqiqiy chekish şirkati birlashib ishlagan Markaziy xalq radio stansiyasi Üzülmez Melodiya programmasining men naq maydonda Qurban hayitlik alayda sani. Mana bugungi o'xshash alayda kunlarda Melodiya atrofimizdagi barliq qarindoshlarimiz hammalarga alayda bo'lgan Qurban hayitlik salom yo'llash yuzidan bu yerda hozir bo'ldik. Men sizlarning ko'ngilingizga tazilat beraman. Men Qahirdan Qiyum. Xo'sh, oldi bilan bizning barliq radio anglovchilarimiz shundaqla ko'ruvchilarimizning qarindoshlarimizning Qurban hayitini qizg'in muboraklaymiz. Qurban hayitinglarga muborak bo'lsin. Xo'sh, qandoqda oldi bilan qizg'in olqishlarimiz bilan bugungi Qurban hayitlik programmamizning alayda aziz mehmonlaridan biri bo'lgan G'arbiy yurt moda naqshxonishi, ijodiyatchi, naqshchi Adila Sidiq. Sevrimde var bu sen tımşayman Kalbimde naqturup izlayman Chehrimde var bu sen ko'ray Baxit sen qalbimda birdana gul Seni izlaydi her gün Seni qadrlab so'yay Gahi sen inson uchun bir güzel tuyg'u Gahi sen quyoshdan nur Azaldım vay bolsan aşkaret Meni quchoqlab bağış et Mavjudluğumni bir sezay Seni Tanrı'dan tülayman Taqdirimga hiç bir tan vermayman
hikaye. Rahmat, Adila. Xush kelibsiz Adila, Qurban hayitingiz muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Xo'sh, oldi bilan bizning ekran oldidagi ko'ruvchilarimiz, shundaqla radio oldidagi aziz anglovchilarimizga yetlik bir salomingizni yetkazib o'tamsiz. Assalomu alaykum ekran oldidagi ko'ruvchi do'stlar, assalomu alaykum radio anglovchi do'stlar. Hammanglarning Qurban hayiti muborak bo'lsin. Men Adila Sidiqdan o'tliq salom. Melodiya madaniyat tarqitish chekish shirkati shundaqla Markaziy xalq radio stansiyasi birlikda uyushtirgan men naq maydonda programmasining Qurban hayitlik alayda soniga qadam tashrif qilganimdan intayin xursandman. Hammanglarning Qurban hayitiga yana bir qatam muborak bo'lsin. Sizlarning hayitingiz muborak bo'lsin. Unda bo'lsa Adila, siz boya aytgan naqshi sizning yangi naqshingiz shundaq-ku, chunki biz burun anglab baxmagan bo'ldik. Men anglab baxmabdi ekan, bo'lmagan bo'lsa programmamizda alg'acha o'rinlashtirib bo'ldik. Shundaq. Mening yaqin ijod qilgan yangi naqshlarimdan biri. Baxt to'g'risida aytilgan to'g'ri chiroyli bir naqshga. Albatta shunday bo'lgan. Shundan yiqinliq bir xil anglab ketdi, men boya anglab Bu naqshiga o'zimningki shu baxt to'g'risida o'ylaganlarim ko'z qarashini hammasini yig'inchaqlab yug'urib mush naqshiga ijod qilib Yani degan teksti, muzikasi ishkilisi o'zingizga oid bo'lgan. Xo'sh, Adilada mana bir yil o'tibdi. Oldingi yili mana mush vaqtlarda biz siz programmamizga tunji qitim qatnashgandingiz. Mana bir yildan keyingi bugungi kunda yana bu sahnada, yana bu programda yuz ko'rishib turibdik. Mush bir yil jarayonida demak bayatın deb o'tgandek nurg'ulg'an o'zgarishlar bo'ldi. Ustoz bo'ldingiz. Har xil cho'ng tipdagi televiziya programmalariga qatnashdingiz. Endi so'rab baxsam bundan keyin yana mush yaqinqi mezgillarda yana qanday planlaringiz, arzu armonlaringiz bordi? Arzu arman to'g'risida to'xtalib qoldik. Hozir shu Farhod Xalq akamizning bir gapi bek modib ketdi-ku. Hozirni o'zini qadrlasak, bugunni o'zini qadrlab ishlarimizga puxta asos solib olsak, shu qadamlarimiz biz istamoqchi bo'lgan arzu armonlarga o'z boshlab oldik. O'sha o'rtaga har birimizning arzu armoni bor. To'g'ri. Biz hozir mushundaq mana mush paytlarda hozirni o'zi chin tutib o'zimizga yaxshi asos solsak, o'zligimizdan o'zimiz xohlagan shundaq bir kunlarga yetamizmikin deb o'ylayman. O'zligidan keladi yana. O'zligidan keldi. Katta bir kechilik o'tkazildi, bayatın deb o'tganda katta ishlar bo'lib ketibdi. Lekin biz xabarsiz qoldik, keyinroq xabar tepib qoldik. U kechilikmi qattiq dog'da qo'zg'adi deb anladik, shundaqmi? Shundaq yaxshi bo'ldi. Bo'libmi hamda bu qitim bakrak shu anglas sezgusiga, texnik jihatdan, muzikani o'rindishi, shu muzikaning sifat jihatdan shunchalik kuchaygan. Shuni tushliq bo'ldi. Uni sip yana bizning planimizning ichida shu butun Xinjiangni aynib shundaq bir sayyor shaklda o'yin kechiligi. Eng oxirgi bekatda ham shu Urumchida cho'ngroq dag'dug'lar eng oxirgi bekatga saqlab boqdik. Saqlab boqdik. Vaqtni saqlashga rozi biz. Lekin boshqa kechiliklarga biz riyosat subtir qatnasak bo'ldi-ku deyman tamamen. Albatta bo'ldi. Sizlarga degan marhaba deb turib yakan. Unda bo'lsa men uyga berib shu yuktoqlarimni tashtiray. Sizlar yaxshi paranglashqa o'tasanlar. Xo'sh, Maytaqning gapi chiqib qoldi bu yerda. Shundaqqa yaqinda siz Maytaqda o'zingizning naqsh kechiligini o'tkazmoqchi. Endi biz shu radio shundaqla ekran oldidagi do'stlarimizga o'zimizning bugungi birinchi manfaat bo'lgan ishini yetkazmoqchi. Qattiq xush xabarni. Shundaq. Ya'ni bizning shu Adila Sidiqning Maytaqda o'tkazmoqchi bo'lgan naqsh kechiligining biletini bizning MLD kanal undidar sutimizda setib olsangiz, bahoda 70% emas, 30% e'tibor qilamiz. Bu deganimiz nima deganimiz? Bu nima deganlik degan vaqtda agar siz 100 yuanlik biletni olmoqchi bo'lsangiz, tabiiyki 100 yuanlik biletning bahosi 70 yuanga tushadi. Shunda qolgan 30 yuanga nima ish qilamiz? Qo'ydan 2 kilo. Qo'ydan 2 kilo deganga. O'ylana olasiz degan. Shunga cho'qim bizning shu MLD kanal undidar sutimizga kirib Adila Sidiqning Maytaqda o'tkazmoqchi bo'lgan naqsh kechiligining biletini setilishinglarni qizg'in qarshilamiz, shunday umid qilamiz. Bundan tortdim. Bundan keyingi meningki shaxsiy uchurlarim, kechiligimga munosabatli uchurlar, qanday uchurlar bo'lsin, mush MLD kanal organ undidar supisida tamashbilar bilan vaqt uchrashib yuz ko'rishib. Shunday qilsam shuning uchun MLD kanal organ undidar supimizni qaytarilishni hargiz unutmang. Ya'ni Q harfi bilan ifodalangan kanal. Adila Sidiqqa shunaqla bizning radio programmalarimiz, tor programmalarimizga oid bo'lgan barliq uchurlarni mana bu yerdan topa olasiz.
Fazilat əgiş beyti aldı. Ben şu arallı ottadım zaten. Ay da ottadım. Kopuk ketelsem sel hıcıl oldum. Hoş Adile de bayatında ötkünümüzdeki musabıqı jarayonida nurgulgan o'quvchilarni tarbiyalab yetishtirib chiqdingiz. Bugungi programmamiz haqida ana shu o'quvchilaringiz ichidagi Al-Yul A'la 5 o'quvchingiz alayda qadam tashrif qildi. Endi siz birdam aram yetib tursangiz, ash o'quvchilaringiz bilan azroq suhbat qilib, ularning mulaqatlarini bo'ladi. Ma'qul. Hoş qadrli qarindoshlar. Mana oldinda o'tgan bu kelishga yigitimiz bo'lsa, Melodiya grup sirki 5 kuchlik mayırning birisi Kamran hisoblandi. Shundoq Kamran. Xush kelibsiz. Qurbayingiz muborak bo'lsin. Aldı bilan shu ekran oldidagi shundaqla radio oldidagi barliq qarindoshlarga yetlik salamingizni bir yo'llayib o'tamiz. Assalomu alaykum ekran oldidagi ko'rman do'stlar. Hammanglarga Kamrandan Qurbayitlik, otluq, salam, aytinglar muborak bo'lsin. Endi Kamran bizning anglag'uch do'stlarimizga, shundaqla ko'rman do'stlarimizga natunish bo'lmamiz kerak. Kamran bizning oldingi sondagi programmalarimizda, ya'ni birinchi yon bolalar bayrami munosabati bilan o'tkazilgan programmamiz, shundaqla Ablajon Ayub bilan o'tkazgan Mannaq maydonda programmamizda o'z muzikchilib, o'z naqshi aytib, nurg'ulgan anglag'uchlarimizning, ko'rmanlarimizning qoyilligini qo'zg'agan, ya'ni birga mayir, ko'p qodir bizning yoshlarimiz birisi. Albatta shundoq. Unda bo'lsa Kamran sizning shu qaraganda uyingizdagilar qo'llaydi ekan sizning shu san'at tarafdan taraqqiy qilishingizni shundaqmi? To'g'ri, men ham kichikimdan boshlab opam meni bayqagandan keyin meni kichikimdan opam tarbiyalab kelyotdi. Mush munosabatda men opamga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Hamda mush yo'lda qo'llagan butun do'st birodar, tuqqan deymiz hamda qarindoshlarimga rahmat aytaman. Anandan keyin eng alayda Adila muallimga, Adila adamga intayin ko'p rahmat aytaman. Kamran so'rab baqsam, endi bundan keyingi yaqinqi mazgillarda bo'lsin yoki uzoq musofirlik o'zini orzu armonlaringda bo'lsin, qandaq bir xiyollaring, go'zal orzularing bordi? Mening orzuyim bo'lsa, masalan, planim deyman boshda. Mening planim hozir uyangimni kelyapti, rost gap. Rost gap ekan. Yaxshi ish. Haqiqatan yaxshi ish. Ham to'g'ri ish bu-chu. O'zimning kasb pianino chalaman. Pianinoni bag'ansir kuchlab uyangim kelyapti. Bag'ansir muzikani tushungan sari ishqirlab kirgim kelyapti, qizg'inligim eshyapti degandek ko'p narsalarni o'rgangim kelyapti meniki. Xo'sh, endi shu Kamranning odatda aytirgan naqshlari qarab baqadigan bo'lsakmi, Kamran ko'pincha shu R&B uslubidagi naqshlarni ko'proq aytadi. Ya'ni R&B uslubidagi naqshlarni aytishni tan yaxshi ko'rar ekansan o'zing, ha? Men shu R&B uslubidagi naqshlarni yaxshi ko'rib anglayman. Yaxshi ko'rib aytaman. Bakrak qiziqsin shu degan gap. Endi bu R&B uslubidagi naqshlarmi hozir xalqaro intayin moda bo'layotgan bizning ko'pincha yoshlarimizning yoqtirib olinishiga erishib kelayotgan naqshlardan, ya'ni naqsh uslublardan birisi hisoblanadi. Bir qisqacha to'xtalib o'tamizmi shu haqda? Albatta shunday qilamiz. Endi bizning okean kuylari bo'yicha deb turasan. Endi qisqagina tunishtirib bilsak, R&B hozirgi turmushimizda bo'lgan seyirchiq uchrayotdi bizga. R&B bo'lsa, to'liq ismi bo'lsa Rhythm and Blues bo'lib, Rhythm bo'lsa, o'sha ritm, ular degan ma'noda. Blues bo'lsa, o'sha qayg'u, azob degan ma'noda turadi. Amniyatda bu 19-asrda Afrikada yashayotgan shu qatdaliklar Amerikaga ko'chib kelgandan keyin, o'zining turmushga bo'lgan narasi bo'lsin, qayg'u asrati bo'lsin, o'lim deymiz, ayrilish deymiz, ashni boshlayim qilgan asosda bir xil qayg'uliq naqshlarni ijod qilgan edi. Endi shu hukm bara shakllanib 1940-yilga kelganda Amerikada Billboard deydigan bir dangliq mukofot bor. Shu mukofot tarafidan rasmiy holda R&B degan shunday hukm bilan shakllangan. Keyincha bu albatta endi R&B desak do'stimiz bu zodi bir azobli shunday melodiyalarda aytilgan naqsh emas. Keyincha bara taraqqiy qilishiga ergishib, shu R&B uslubida nurg'ulgan boshqacha uslublar kirishga boshladi bu uslubga. Masalan, jazz. Jazzning ichida hip-hop bor, swing jazz, cool jazz bor. 70-yilga kelganda bo'lsa, biz hamimiz bilgan disco hukmi kirdi. Mana hozir bo'lsa, butun dunyoni so'rayotgan electronic music hukmi kirishga boshladi. Shunga endi asos jihatdan naqsh tekstga qaraydigan bo'lsak, bir xil azobliq naqsh teksti. Ammo hozir melodiyasi nurg'ulgan o'zgarishlar bo'lgan naqshlarni biz R&B uslubi deymiz. Xo'sh, mana Fazilatning oliy maktab hayotidagi dissertatsiya maqolasini o'zinlardan anlatib. Kuylaridagi o'zinlar deymiz. Demak, mana bu vaqtimiz tushunchalarga ega bo'ldik. Bugun menchi bo'lgan vaqtda Kamran yana shu R&B uslubidagi naqshlarni anglaymiz-ku deyman. Albatta, bugun aytganim Adila adamningki R&B uslubdagi barmidi yar degan naqsh.
Sizde kalsa, kameranın yışığı nispeten aytganda bu uslubdaki qiyinlik darajasi yuqori bo'lgan naqshlarni aytish oson gap emas. Haqiqatan oson gap emas. Xo'sh, Kamran, sizning intayin yiqimiq bo'lgan naqsh ovozingizni oldik. Shunchalik ta'sirlandik. Buna bo'lsa navbatda siz kichikgina damab tursangiz, biz sizning yana bir saplishingizni taklif qilib chiqib ozroq mundasiz. Qanday bo'ladi? Bo'ldi, rahmat. Assalomu alaykum, ko'rurmanlar va anglovchilar. Hammalarning Qurban hayitiniz muborak bo'lsin. Dilmuhammad Dilmuratdan hammalarga o'tliq salom. Xush kelibsiz. Sizning hayitiniz muborak bo'lsin. Rahmat bo'lsin. Xo'sh, Dilmuhammadmi bizning ko'rurmanlarimizga va anglovchilarimizga notunish bo'lmamiz kerak. Dilmuhammadmi Melodiya gruppasiki bizga o'zgacha ta'sirot qoldirgan mayirlardan biri sanaldi. Dilmuhammad to'g'risida bunday bir qiziqarli voqea bor qara. Qanday qiziqarli voqealar bor? Ya'ni Dilmuhammadmi shu 8 kuchlik mayir tanlanadigan musobaqada nima shog'ini bilsiz-ku? Nima sho'g'an deyman chiqmadi ekan mana. Balkim Dilmuhammadning jiddiylik sababidanmi yoki boshqa alohida sabab bormi? Dilmuhammad naq shu musobaqada aynib tushgan. Shunday. Endi buni balkim shu ekran oldidagi do'stlarimiz o'qimasligi mumkin. Naq maydonga berib shu qitimliq musobaqani ko'rgan do'stlarimiz bakrak bilishi mumkin. Shu vaqtlarda hamda Bekda qazo oldim lekin. Pek jiddiylashib ketgan bo'lishi mumkin hamda-chu. Chunki men bundan burun bunda musobaqalarga qatnashib boqmagan. Tunji qitimanda cho'ng sakni Shunday tunji qitimliq musobaqa u shunday. Tunji qitimliq musobaqa hamda. Boshda lekin boshda qatnashgan vaqtda boshdan da o'rildi ustozlarimiz hammasi. Shu vaqtda unchilik besimiz ketmagan. Keyindan ham mushulik sahnam rayim Mardan Tursun hamda o'zimning yaxshi ag'inam. Deb birga hamda shu kuni mening tanishlarim hamda masalan ustozim bo'lsin. Chiq odamlar bada menda umid kutayotgan sen cho'qim yaxshi aytsa, sen cho'qim tanlansa. Bu anda deb hamda hammasini o'zligi tushliq tilak so'zlari bor hamda o'zing bek besim qo'ygan o'xshayman. Onundan sirt hamda kashlik ishlayotgan yerlarim bor. Hamda bir tarafdan aram elishma hamda yaxshi bo'lmay qoldimikin. Hamda asos maqsad asosli ish buningda ham sabab bo'lgan bek jiddiylashib ketdim. Demak shu ota-onangiz bo'lsin, urug' tuqqan do'st birodarlaringiz sizga bilib bilmay ozroq besim ishlatib, besim sep qo'yibdi shunday-ku. Shunday. Shu kichik umidlar sizga besimga kelib keldi. Ularning hamda menga berayotgan madadichi va ular madad berayotma lekin men uni hamda o'zingizga besim qilib besim qilib sal jiddiy. Onu energiyaga aylantirmay besimga aylantiryapsizda. Besimga aylantirib. Mana xo'sh, gapimizmi aniq bo'lib ketdi-ya. Hargiz shu pastdagi ma'lum bir qiz uchun bilib oldingiz sababini. Aynib tushganlik emas. Shu sababli ham ba'zan gap so'zlarim chiqdi. Bugun yaxshi-ku-a? O'xshaydi. Unda bunda deb chiqib chiq gaplar anlab ketdim hamda hamma odamga birdan tushuntirib to'g'ri bo'lmaydi ekan uni. Shuning bilan hamda mush sababli O'sha fursatda ko'nglingizni yirtib oldingiz shundaymi? Mana barliq do'stlarning hamda naq maydondagi hamda boshqanda gaplarni anglab qolgan barliq do'stlarning to'g'ri tushunishini umid qilaman. Xo'sh, Dilmuhammad, bugun jiddiylik yo'qda, ammo lekin Jiddiylik bu ham shu vaqtnikidek emas. u vaqtnikidan yaxshi. Lekin bugungi nisbatan aytganda bugun hammamiz sizning naqshlaringizdan hozirlanamiz, shundaqla siz bilan erkin ozoda suhbat deb boramiz debla o'ltiryapmiz. Meningcha olganda Qurban niyatliq so'g'i sifatida yana bir naqshingizni anglash fursati bizga bor deb o'ylayman. Amsa men Qurban niyatliq so'g'im sifatida qalbimning siri temizlik naqshamni barliq azizlarning hozir sunmoqchiman. Qani, hammamiz birlikda anglaylik. Güzel söz,
Güzel hüsnünge köydüm, gahide pak, söygünge köydüm. Güzel söz, güzel hüsnünge köydüm, gahide pak, söygünge köydüm. Dünya bana başkaça kör isterdi menzilli, her tağın nurları oyg'otatdi arzuni. Dünya bana başkaça kör isterdi menzilni, her tağın nurları oyg'otatdi arzuni. Dilimde gülhan bulup aşıklık otları, yürüttün sen kalbimi içilmez serini. Suretini esnesem şadlık yığıp çekrimge, bir körüşke külkenli hem meslenli. Dilimde gülhan bulup aşıklık otları, yürüttün sen kalbimnin içilmez serini. Suretini esnesem şadlık yığıp çekrimge, bir körüşke külkenli hem meslenli. Güzel söz, güzel hüsnünge köydüm, gahide pak, söygünge köydüm. Güzel söz, güzel hüsnünge köydüm, gahide pak, söygünge köydüm. Dünya bana başkaça kör isterdi menzilni, her tağın nurları oyg'otatdi arzuni. Dünya bana başkaça kör isterdi menzilni, her tağın nurları oyg'otatdi arzuni. Dilimde gülhan bulup aşıklık otları, yürüttün sen kalbimnin içilmez serini. Suretini esnesem şadlık yığıp çekrimge, bir körüşke külkenli hem meslenli. Dilimde gülhan bulup aşıklık otları, yürüttün sen kalbimnin içilmez serini. Suretini esnesem şadlık yığıp çekrimge, bir körüşke kökenli hem meslenli. Muhammed bu haqiqiy bir chin oshiqning mashhuqiga aytgan bütün bayonlari ishki hissiyotlarga hesabda bu naqshlar ishbarlangan. Xo'sh, albatta bu naqshidami o'zgacha ta'sirotlarga, o'zgacha his tuyg'ularda bo'ldik. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Bundan keyingi har bir ishlaringizda, har bir san'at ijodiyatingizda, san'at yo'llaringizda zo'r utuq muvaffaqiyatlar sizga yor bo'lg'ay. Undaq bo'lsa siz navbatda kichikgina bir damab tursangiz, o'xshashlar. yana bir sapeshingizni taklif qilib aytib, shu kishi bilan kichikgina bir suhbatlarda bo'lsa, ha? Qani. Rahmat, ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat, ko'pdan ko'p rahmat. Xo'sh, mana Melodiya grupsidagi 5 Alyul A'la Mayirning biri bo'lgan Jalol Anvarni musaqqimizga taklif etib oldik. Jalol, xush kelibsiz. Avval shu qarindoshlarimizga bir yetlik salomingizni yo'llaytamsiz? Bo'ldi.
Assalomu alaykum ekran oldidagi aziz qarindoshlar ham shundaqla radio anglag'uchi aziz qarindoshlarim hammanglarninki qurbon hayitinglar muborak bo'lsin. Men G'ulji diyoridan kelgan Jalol Anvardan hammanglarga o'tliq oliy ehtirom. Jalal xush kelibsiz, qurban hayitingiz muborak bo'lsin. Ama Berek bo'lsin. do'stlarimizning esida bo'lsa, Jalalning bizga bakrak tunishiq bo'lgan shu musobaqa jarayonida o'zi aytgan, shunaqla o'zi ijod qilgan intan yiqimiq bo'lgan kimlar bilar nomli naqshi shundaqku. Endi bu naqshni o'zingiz ijod qilgan, ha? To'g'ri. Albatta Jalolninki kimlar bilar nomli bu naqshi nurg'ulg'an qarindoshlarimiz shundaqla anglovchilarimiz izchil yoqtirib anglab kelayotgan, suyib anglab kelayotgan naqshlardan biri sanaldi. Biz bu programmamizni izchil anglab kelyapmiz. Mana shuna yoqtirib anglagan. Undaqda Jalol yaqinda tarqitilgan yana boshqa yangi naqshlar bormi? Yanlışlar ba. Masalan, Mush naqsh chiqqandan keyin kimlar bilar degan naqsh chiqqandan keyin keyin ulab yan naqsh chiqishni to'g'ri ko'rdimchu. To'xtab qolsam hamda ma jamiyatniki ma tarbiya hamda shaxsan meningki qo'llovchilarim hisobda Shunda. ma naqshni yaxshi aytib, men fikrlar yaxshi tushgandan keyin men cho'qim men bir ilhom bo'ldi-chu bu. Shunda. Yana bir naqshlarni bir ularning huzuriga sunug'im keldi. Ulardan bir o'rtoqlashib baqim keldi-chu. Shundan keyin Mayligo degan bir naqsham chiqardim. Uning fikrlar yaxshi bo'ldi. Mayli, Undan keyin yana bir mazgil o'tgandan keyin sen kelmading nomli naqshamni to'g'ri sundim. Qo'y shunda qilib siz bugun aytadigan naqshingizni ismi bo'lsa, Bugun aytadigan naqshamiz ismi bo'lsa ko'zlaring. ko'zlaring. naqshining ismini degich xil o'ylandi. Shunda. 30-40 naqshining ichidan analiz Qaysini chiqarib assam o'g'cha xil bo'ladi, qiynaldi. qaysini assam bo'ladi. Undan bo'lsa qanday qilib bu bir muhabbet naqshida qilib turibdi shundaqmi ko'zlaring bo'lgandan keyin. Buningdan bir hikoya va'da qildi Shunda, menimcha o'g'al shunda. vaqtda. Shunday hikoyalar naqsh emas deb turibsizmi? Shundaqmi? To'g'ri. To'g'ri bu bir endi hisobda muhabbat naqshi. Buning endi kelib chiqishini istagan deb bilsam, bu naqshamda bir narsani kelib chiqishi cho'qim bir narsa sabab bo'ldi-chu. Burunning burinsida. Birinchida men bir naqsh anglab qoldim-chu, o'sha uyda o'tirib bir naqshni anglasam bu naqsha menga bek yaqin to'yilib ketdi. Bu naqsh yaqin to'yilgandan keyin bu Ispanning naqshi ekan. Bu shundoq bir yaqin to'yilib ketib, uni men anglab o'tirib, endi ichimdagi bir narsani teshib chiqarib keldi-chu meningki. Chiqarib keldi-yu, lekin men qanday ifodalashni to'g'ri uqamay qoldim o'zim. Shuning bilan bizning mana shu bayatning gapini deb o'tgan Musajan deb akamiz bor. Shu akamizga aka mana shuni anglab boqsam bo'pti-ku, mana shu naqshni bek bayz ekan bu naqsha. Sen bir anglab o'tirib bir narsa his qilsang olmamdi mana shuni anglab. O'zing bir mashinadan She'rdek narsa shundaqmi? she'r chiqarib bersang hisobda hamda. Mana shuni anglab o'tirib o'zing bir hisoblab boqqan mana qanday bir narsa chiqdi desam, chunki bir kuni qarasam gapibdi ularda va yozib qo'ydim ukam, abatib qo'ydim dedi, qarasam bu chiqibdi. Shuning bilan o'zim ko'rib bir xil men bir xil o'ylagandek bir narsa chiqibdi-chu bundan. Tekstning ilhomi bilan muzikaning amaliyotda ilhomi bundan keyin birlashdi. bir xil qopiyalarimi bekmi kelib ketmagan, lekin men anglab ko'rib o'tirib hamda mashlarni qabul qilaydigan bir xil ashni qarsimi har bir bo'lgan bir nisiyatlarim bor shunday payz bo'lgandan keyin o'zim o'tirib yaxshi bir narsa bo'lgandan keyin men yaxshi bir narsa chiqaray deb o'tirib uyda o'tirib bu ahani saldim. Shuning bilan shu hamda bu ko'zlaring degan naqsha Bitdi. degan. Shuning bilan navbatda do'stlarning huzuriga siz shu ko'zlaring nomli naqshini aytib so'qimoqchi shunday. Albatta Jalolning har bir naqshlarini anglagandagi hissiyat yana boshqacha bo'ladi. Albatta, Chunki shunday bo'ldi. Jalol o'zi ijod qilgan bo'lg'achqa Jalolningki naqshidagi hissiyati, Texnik uningga qo'yib qo'shgan bo'ldi, puraqlari shunday, boshqacha texnik o'zgacha bo'ldi. bo'ladi. Menimcha bu naqshni har bir anglovchimizda o'zgacha ta'sirat qoldirdi deb o'ylayman. Albatta shunday Rahmat, bo'ldi. rahmat. Qanday bo'lsa navbatda do'stlarimizning huzuriga biz Jalolning yana bir biz uchun ilib kelgan yangi ijodiyatini sunmoqchimiz. Ko'zlaring. Qanday bo'lsa. Gözlerim kimlerge tikildi, sözlerim kimlerge etildi, vədeler kim üçün kimge bir hoş dedim, yüreğim sen üçün yığladı. Vədeler kim üçün kim hoş dedim, yüreğim sen üçün
yığladı. Tez buldu hemmiga hoş ediş, tez buldu men sana hoş deyiş. Vazgeç başlığa kömül verir. Tez buldu hemmiga hoş ediş, tez buldu hem sana hoş deyiş. Vazgeç başlığa kömül verir. Tez buldu kömülge teselli edip. Yollarda mansam ben, beyhuş ben. Dağlarda yürüsem ben, yalnız ben. Yollarda mansam ben, yalnız ben. Dağlarda mansam ben, yalnız ben. Her gece sensiz garip ben. Gel canım seninle vazgeçemedim. Her gece sensiz garip ben. Gel canım seninle vazgeçemedim. Gel canım seninle vazgeçemedim. Yana bir wow dememsiz. Yana bir wow. Kel canım sınavdan vazgeçelmedim deydi. Kim daha şu vazgeçelmaganda kız kuvvetime hazır. Meningçe bolsa şu 9 güldük bolgan tugulgynyga, şu kiçik babakның apsymiki dep oylayman go şuda. Hoş, mana Jalal'nınki özgüçü bolgan naqsıdım huzurlandık. Hoş Jalal ondaqda programımız qatnaşqanlığına köp rahmet etimiz köp, teximi köp, futuq netijeler sana yar bolgay. Rahmet. Qanundaqda sizga mo rahmat. Növətdə siz şu kiçikkina aram etib bolsanız biz sizin yana bir səpişinizni chaqirib ekilib, yana şu kishi bilan kiçikkina bir söhbət edib bolsak. Şuna. Marhamat sizga. Rahmet. Hoş qadrli qarindoshlar, mana sahnemizde o'tirgan bu chiroyli latofatli qiz olsa, Gulbanu bo'ladi. Shunda xush kelibsiz Gulbanu, Rahmat. sizni qizg'in qarshi olamiz. Xudo aytimiz muborak bo'lsin. Birga bo'lsin. O'xshashlar avval salomingizni yetkazib o'tamsiz. Assalomu alaykum. Programma oldidagi barliq ko'rmanman do'stlar, ham shundaqla anglovchi do'stlar. Hammanglarning hozirgi vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men Gulbanu Erkindan hammanglarga o'ttiq salom, shundaqla sizlarning Qurbon hayitlaringizni qizg'in tabriklayman. Xo'sh, albatta Gulbanu bizning qarindoshlarimizga notanish emas deb o'ylayman, chunki Gulbanu Adila Sidiq guruhi, ya'ni Melodiya guruhi eng oxirgi hal qilg'ish musobaqaga kirgan moyir hisoblandi. Gulbanu o'zi Shanxay Musiqa institutini bitirdingiz. Shundaq. Birga moyir ko'p qodir yoshlarimizdan biri sanaldi Gulbanu. Shundaq. Undan boshqa yana shu Gulbanuning o'tganlarda bizga intayin tanish bo'lgan bir teatr bor. Yani Almahan deydigan muzikalik teatrda Burkutning rolini olganligi meningcha bo'lsa nurg'ulon do'stlarimizga tanish bo'lishi mumkin. Men muzika institutida shu muzikalik teatr kasbida 3 yil o'qish bitirib kelib hozir operamet ishlayapman, lekin o'qish bitirib kelgandan keyin men shu
Almaxan teatrda bir burkutni rolini o'ynadim. Anandan keyin shu musobaqalarga qatnashib, ancha-muncha ekranlarda tomoshabinlar bilan yuz ko'rishgan vaqtim ko'proq naqshi jihatdagi alayligimni bekroq namoyon qildirgan holatim bo'ldi. Masalan, mushu beklu qatnashib deymiz. Boshqa masalan tuvallarga uyon qo'yib deymiz. Asos jihatida mush naqshini asos qilib epmangdim hamdi. Hamda mening buningdan keyingi planlarim bo'lsa, yanala mush naqshini asos qilib epmingish bilan birlikda yana mushu o'zimning kasb bo'lgan muzikalik teatr, hatto mushu kino televiziya sohasidami ancha-muncha shu taraflardami taraqqiy qila olsam, shu aktyorlik jihatda texim tirishib, yana yaxshi rollar bo'lsa, yaxshi fursatlarni qo'ldan bermay, shu jihatdami o'zimning o'rgangan bilimlarimni yakunlab, naqshi bilan shu o'zimning kasbidagi muzikalik teatr jihatdagi o'rindash maharat jihatdagi ortiqchiligimni texim joriy qildira olsam deb o'ylayman. O'zingizning shu yuragida bir anglanayotgan, bir shu urg'ib chiqayotgan bir xil muzikalik shu naqshlar, ovozlar bo'lishi mumkin. Shu yerda sizga bir naq maydonda naqsh aytib berishga bir taklif qilsak, shu orqali siz shu ekrandagi do'stlarimizga shunday qilib bizga o'xshash anglarmanlarga o'zingizning shu aytiq so'g'isini sunib olsangiz. Bo'ldi. Qaysi naqsha? Sizlarga olib kelgan naqsham bo'lsa, bu qatam hal qilg'ish musobaqada Ipak Yo'l Sadasi programmasininki hal qilg'ish musobaqasida aytgan Tog' Mashribi degan naqshini. Onun da naq maydonda men batdimchu. Gulbanuning aytqinini anglab, o'tirliqda bir uzun so'zlaydigan yeri bor. Men qilib ketgandim u yerda. Qanday nafas yetishayotganda Gulbanuga bu qiz bo'lgan deb. Qatam u naqshini musobaqada azroq charchashlarım o'zimning sabab tufayli ta'zim. Yaxshi aytamadim deb o'ylayman deb. Bugun to'liq yetishimga ishonchim komil. Qanday bo'lsa, huzurimizda Tog' Mashribi. Rahmat.
Xo'sh, qadrli radio anglaguvchi do'stlar va ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, ko'rayotganinglar va anglayotganinglar Markaziy xalq radio stansiyasi bilan Xinjiang Melodiya madaniyat tarqitish chekish shirkati birlashib ishlagan Markaziy xalq radio stansiyasi uzilmas melodiya programmamizning men naq maydonda Qurbon yetliq alayda sani. Mana melodiya guruhidagi 5 yil a'lo mayirning biri bo'lgan Husanjon Namosakinimizga taklif etib oldik. Shundoq, Husanjon, Husanjon, xush kelibsiz. Qurbon yitingiz muborak bo'lsin. Birga Xush bo'lsin. kelibsiz. Xo'sh, salomingizni bir yo'l bersangiz. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi va radio oldidagi ko'rinman do'stlar. Hammalarning Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Mening ismim Husanjon Kerim. Sizlarga o'tliq salom. Rahmat. Xush kelibsiz. Husanjon bilan biz shu o'lish kun ancha-muncha paranglashaylik deb izlasam qat'iy tutuq bandi Husanjon. Ya, men o'xshash chiroyli qizdan ko'rgan ozroq jiddiylashib qolamdi. Bo'ldi hisob qaraman, chaqchaqtirib qo'ydim. Endi Adilaning sizga bergan bahasi nima deganda, shu Adila sizni barliq o'quvchilar ichidagi eng aqlli, eng tirishchan, eng kitobxumor, shunday bilimli bir o'quvchim deb shunday yaxshi bo'lgan baholarni berdi sizga. Endi bu yerlarni o'zim qo'shib olgan boshqa o'quvchilar yana qarshi chiqib ketmasin bunga. Amniyatda bu maqsadim bo'lsa o'yin to'shchi bu yerda. Endi kichikgina bir o'yin o'ynab, o'zimizni xush qilg'ash, ekrandagi do'stlarimizni xush qilg'ash qilsak, naqshni anglasak, o'yinni o'ynasak, menimcha intayin muvofiq ko'rinadi. Demakchi, shu Husanjon uchun maxsus bir o'yin tayyorlab qo'ygancha. Maxsus siz uchun. Hozir elimda qog'oz turdi, bu qog'ozda. Bu o'yinimiz bo'lsa, albatta deb bo'lsak, tez savolga tez javob deydigan o'yinimiz. To'g'ri. Cho'qim siz 3 sekund ichida o'sha o'yinning savolning javobini deb berishingiz kerak. Agar 3 sekund ichida deb beramisangiz, men o'rindiq etilib chiqdi. Men o'zimiz o'rilib ketdi degandek. Suv besib ketdi hozircha. Men jiddiylashib ketib borman. Jiddiylaşmak men batmasam. Men tez so'rayman, siz tez javob berdi. Faqat 3 sekundli vaqtimiz bor kajma. Boshlandik. Boshlaylik. Boshildi mamsa. Tez savolga tez javob. Birinchi savol. Tadqiqotlarga asoslanganda Marsning tortish kuchi yer sharidan kichik bo'lg'achqa kishilar Marsda tursa o'zini texim yenik hisoblaydi ekan. Masalan, 100 kilogramlik kishi Marsda o'zini 38 kilogramdek his qildi ekan. Unda bo'lsa savol bugun naq maydonda jami qancha odam bor? 1, 2, 3 bo'ldi. O'rindiq etilib bo'ldi allaqachon. Etilib bo'ldi ya. O'zlar o'rilib tushib bo'ldi hozir. Ikkinchi savolimiz. Azraq bunda es qilgandek bo'ldingiz, endi qanday savollar? Xo'sh, ikkinchi savol. Dilshod Nijatning 4 yosh kichik, Mirshad 2 yosh kirgan yili Nijatning yeshi Mirshadning yeshining shikasti edi. Dilshodning singlisi Dilraba 6 yosh vaqtida Nijatni aka deb chaqirdi. Unda xo'sh savol ketdi. Naqsha bari valsining egiz osmonda to'rik yo'qmi? Keyingi misrasi nima? 1, 2, 3. Egiz osmonda to'rik yo'q. Bar daryosida ko'rik yo'q. Qiyib ketgan bo'lsaqmi qilib chiqarib beramiz. Ben turib ansala bunu. Ma bütün öyle öğürlüp hazır. Tügüdü yani. Canlaştırılıq Hazır mı şu belimizde su oturumuz da bu yerda. Yani bir net sual var. Üçüncü sual. Yani Mars bilan münasebetli sual ki. Mars'taki bir yıl 687 yer şari günü giten bulduk. Yani yer şarida bir gün ötse Mars'ta 24 saat 40 minut ötüp olgan bulduk. Onda bolsa sual ketdi. E'lon so'zi Shamal chiqsilan shido sama yo'lda daraxtning keyingi misrasi nima? Keyingi misrasi bo'lsa, ussigan qalblarga kokos sharbati kerak. Ekchik qo'yilgan e'lon bu. Eng oxirgi savol. Xo'sh. Bunun hamda javob beramisiniz? Asta o'rningizdan qo'pib naqshini aytmaylik ketsangiz bo'ladi. Xo'sh, 5-chi savol. Tadqiqotlarga asoslanganda agar butun dunyodagi 72 milliard kishini bir yerga yig'ganda oraliq egizligi 788 metr keladigan diametri Tadqiqotlarga asoslanganda agar butun dunyodagi 72 milliard kishini bir yerga yig'ganda oraliq egizligi 788 metr keladigan diametri 4,9 milliard kub kvadrat metr keladigan kichik tog' shakli keldi ekan. Hatto tarixdan bu yanqi butun yer sharida yashagan kishilarni bir yerga yig'simi, yer sharining yuzini butunlay yeb ketolmaydi ekan. Unda bo'lsa, navbat siz aytmoqchi bo'lgan naqshining ismi? Turpan xalq naqshisi. Ha, mana axir bu javob berdi. Mana aytgan shu mana. Xo'sh, albatta bu o'zingizning ijodiyatimi yoki xalq naqshi dedingiz? Turpan xalq naqshisi. Xo'sh, undaqda hammamiz bu naqshini birlikda hozirlansak, tamoman yaxshi bo'ladi. Oxiri meni xo'sh qilib bir savolga to'g'ri javob Ben beradi. shunday qo'shib ketdim. Ishimiz o'rindiq sat qoldi-da. Qani, undaqda hammamiz birlikda quloq solaylik.
Yaşlar yıl boldu özlerini körgüçe bağrım kuyup çöl boldu özlerini körgüçe bağrım kuyup çöl boldu Boşki kataydı semey çaldım atal bilmey Boşki kataydı semey çaldım atal bilmey Sılımda men bunda çığırıp yatal bilmey Sılımda men bunda çığırıp yatal bilmey Derdi dolu yanıyor Vay kümlenin aranıyor Vay kümlenin aranıyor Arap baksam şu yağa Vay men körge çırayıyor Arap baksam şu yağa Vay men körge çırayıyor La 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 Yar derdi davare Vay buldu yüreğim pare Yar derdi davare Vay buldu yüreğim pare Kızdan bilsen yarim Vay bu da kelime çare Kızdan bilsen yarim Vay bu da kelime çare Sayran bulbul Vay gül şihida Vay gül şihida Sayran Vay yanım ilişkide Sayran bulbul Vay gül şihida Vay gül şihida Sayran Vay yanım ilişkide Vay yanım ilişkide Vay yanım ilişkide Vay yanım ilişkide Wow. Mana naqshi degan. Xalqlarni bunday anlasın bulduk ya. Başqacha bir xil kayfiyatda, başqacha bir xil huzurda anglaydi ekanmiz. Buni o'zingiz mushkil shaklda erishishni o'ylab qoldingizmi xalq Mix naqshlaringizni? qilsa shunday qo'y, ikki naqshni biriktirib. bir kuyda ikki naqshini birlashtirib pechisamda shu nendaymiz naqshiniki qurilmasi shu latin flamenco shaklida tez shoq Albatta buningdagi anlash tuyg'usimi bizga boshqacha huzur berdik ya. Shundaqla bu naqshimi boshqacha bir xil puroqda bilindi ekan bizga shundaqo. Xo'sh, sizmi unda bo'lsa, kichikgina bir aramab tursangiz, biz qaytadan sizlarni mushu sahnamizga taklif qilib aytishsak, sizga rahmat, bugun intayin yiqilib bo'lgan naqshlarni bizga elib kelibsiz. Rahmat. Sizga ko'p qutuq natijalar yor og'ay. Qani, marhamat. Ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar va radio oldidagi aziz anglovchi do'stlar, biz programmamizning oxirgi minutlarida Adila Sidiq va uning 5 iyul a'lo moyirini sahnamizga taklif etamiz va ularning ijrosidagi Vijdon so'riq nomli naqshi bilan programmamizni oxirlashtirmoqchimiz. Ekran oldidagi shundaqla radio oldidagi aziz qarindoshlarim, hammalarning qurbon hayitiga yana bir qitim muborak bo'lsin. Tan saqlik, xotirjamlik, xushallik hammalarga yor bo'lsin. Albatta bugungi programmamizni yoqtirib anglagan va yoqtirib ko'rgan barliq qarindoshlarimizga ko'pdan ko'p tashakkurimizni aytamiz. Shuning bilan birga bugungi programmamizga alayda qimmatli vaqtini chiqarib qatnashgan Adila Sidiq va uning 5 o'quvchisiga shundaqla MLD musiqa atritiga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Sizlarga. Bugungi bizning programmamizni ko'rishni layak bo'lmasa, anglashni qo'ldan berib qo'ygan do'stlarimiz stansimizning Jungo Uyg'urcha radio to'riga, ya'ni 3w.ticket.com ga kirib, layak bo'lmasa bizning undidor supimiz bo'lgan MLD kanal undidor supimizga kirib, xohlagan vaqtda xohlagan talab ansanglar bo'ldi. Xo'sh, qadrli qarindoshlar, bugungi Men naq maydonda qurboniyatlik alaydi san programmamiz vaqt munosabati bilan bu yerda yakunlashdi. Ko'rishcha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.
nadan. Tapmadım cevapni bulaş pek nadan. Kalbimde ökünüz, min bir pişayman. Vicdanım soraktı, toxtamaydı hiç. Kalbimde ökünüz, min bir pişayman. Vicdanım soraktı, toxtamaydı hiç. Nimedey icattım bulmasa tökpem. Kızardı yüzlerim, yok oldu külkem. Yürügüm cevapsız turattı teptiç. Yürügüm cevapsız turattı teptiç. Dedi ki vicdanım köz içip kara. Karvanga egişip salgın cenge at. Dedi ki vicdanım köz içip kara. Karvanga egişip salgın cenge at. Gafletim uygunup kalbim ruslar.